juda ham hayajondaman. So'zlar bilan ifodalab bera olmayman o'zimni taassurotlarimni. Davlat rahbari sizga nimalar dedilar? Qisqa muloqot bo'ldi sahnaga chiqqaningizda. Tabrikladilar, xursandligini aytdilar va albatta yana bir mas'uliyat aytdilar. Ya'ni biz shaxmatchilar, o'zim ham va'da berganman. Xudo xolasa jahon shaxmat tojini ham O'zbekistonga olib kelishga harakat qilaman. Astoydil ushbu narsani ustida ishlashga va albatta bitta o'zim emas, jamoam bilan ushbu narsani ustida ishlaymiz. Xudo xolasa yaqin yillar ichida jahon shaxmat tojini O'zbekistonga olib kelamiz degan umiddaman. Niyatingizga yeting. Javohir shu xitoylik grossmeyster bilan o'ynaganingizda o'sha yutishingizga ozgina vaqtla qolganda xayolingizdan nimalar o'tib ketdi? To'g'risi u juda ham nima desa bo'lar ekan, hammasi juda ham tez bo'ldi. Sababi rapid o'yinda ko'rgan bo'lsanglar, o'yinni 20-30 sekund oralig'ida hammasi hal bo'lib ketdi. Lekin o'sha yutayotgan paytda juda ham xursand bo'ldim. Sababi ushbu natijaga erishgan eng yosh tarixdagi shaxmatchiga aylandim. Bu natijaga erishganingizdan keyin bilasizmi, xursandchilik ham yaxshi-yu, lekin alohida yana mas'uliyat ham keladi, chunki o'sha butun dunyo shaxmatchilari menga qarshi o'sha hozir ungacha ham kuchli qarab, kuchli tayyorgarlik ko'rishgan bo'lsa, endi bundan buyog'iga undan 2 barobar kuchli tayyorgarlik ko'rishadi, lekin albatta men buni barchasiga o'sha tayyorman deb o'ylayman va harakat qilaman. Keyingi o'yinlarimda undan ham kuchliroq o'ynab, bundanda kattaroq musobaqalarda g'alaba qozonishga. Bugun millionlab, minglab, millionlab o'zbek yoshlari Javohirdek bo'lmoqchi. Nima qilish kerak Javohir Sindorovdek bo'lish uchun? To'g'risi, albatta men shu hamma natijaga erishishimda men o'ylaymanki, mehnat yotibdi. Sababi shu musobaqadan oldin 20 kunlab hech nimaga e'tibor bermasdan shaxmat bilan shug'ullandim. Ya'ni Germaniyada ustozim oldida shaxmat bilan shug'ullanaman. Kuniga 10 soatdan men o'ylaymanki, mana shunday mehnatni ostida, ya'ni bu 1 kunlik mehnat emas, 20 kunlik emas, ya'ni 10-15 yillik mehnatni ortida mana shu natijalar turibdi va albatta o'zini ustida ishlagan odam men o'ylaymanki, o'zini sohasida eng zo'ri bo'la oladi.